Ben bugün kiriptimen 85 yaşka. Yine ne sevdalığa girer bu başka. 85 yazı kış veya tüt pesil. Bir tuttu baştın. Sahi tabiat birer bana neçe yıl yeni yaşaşka. Bugün 2025 yılı 4. ayının 10. günü hürmetlik Abdülaziz Şakir akamınki tug'ilgan günü. 85 yaş kirgan tug'ilgan günü. Men xizmat munosabati bilan Urumchida bo'lanmaganligim uchun telefonda ko'rishdik. Hem bu bir kuplet she'rni o'zi o'qib menga o'rgatibdi. Bununla men anandan keyin 2010 yılı bizning bir rozetlik kechilikda men tatib qo'ygan bir qism foto suratlarning ichidan men tanlab o'zininki so'ziga bu filmni, bu suratlarni kirishtirdim. Mush orqali Abdulaziz akamga salom yo'llayman. Hem 8-10 gün ilgiri Abdulaziz Şakir akam bana bir şiirini yo'llab ekan. Bu şiirininki yozuvchisi noma'lum qaysi shoirning yozganligini bilamadim, lekin yaxshi she'r ekan. Yaxshi she'r bo'lgandan keyin men mushu yaxshi she'rni o'zimning ko'ngil so'zim qilib Abdulaziz Şakir akamga taqdim qilaman. Hayatda her ishqa kulib qo'yg'uliq. Kim yaxshi, kim yomon bilib qo'yg'uliq. Qadamda ming japa tursimi putlab, yangi bir qaytadan turib qo'yg'uliq. Elingan her nefes ta'laydigan shu. Shu sabab tanglarni söyüp qo'yg'uliq. Birda o'ng, birda ta'tur baxsımı cahan, dilg'i ming armonlar püküp qo'yg'uliq. Yashashqa bahona kar qilmas azal. Achchiq va tatliqqa ko'nib qo'yg'uliq. Na kerak urush, chuvulsi ko'rik, kim kelar qaytadan ko'rib qo'yg'uliq. Töhmeti g'ayvatlar azaldan baish. Gaz gacha ama bo'p yurib qo'yg'uliq. Va lekin g'ururga qilinsa chaqchaq, gohida tikan bo'p unib qo'yg'uliq. Kam qalmas jahonning o'tnisi rastur. Ko'p so'zni ko'ngilga ko'mib qo'yg'uliq. Azmasdin hayotning hikmati bo'ylab, yaxshi bir xiyollar sürüp qo'yg'uliq. Mana bu she'rni men mushu she'rni yozgan shoirga vakolatan va barliq to'rdoshlarga, barliq san'atkorlarga, har millat xalqiga vakolatan Abdulaziz Şakir akamning 85 yoshlik tug'ilgan kunini qutlab sovg'a qildim. Abdulaziz aka, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Uzun ömür ko'ring. To'g'roq yashida yashang. Hem Abdulaziz akamdek jamiyatimizda töhf qo'shib bugungi kelgan her millat, her soha shunday töhfkor peshqadamlarimizning hammasining uzun ömür ko'rishini, xotirjam, aman eson, yaxshi yashashini umid qilaman.